Hali yotsizmi? Soat 9 bo'ldi-ya. Men ketyapman. Qayerga oyijon? Dinimlab sovchilikka ketyapman. Bizga shunaqa kelin kerakki, ertalab soat 5 da turib hovli supursin, ko'chani supursin, suvlarni sepsin, choylarni damlab, idish tovoqlarni yuvib, kirlarni yuvib, men turguncha hamma ishlarni qilishingiz kerak. Ayniqsa erini vaqtida ishga jo'natish kerak. Bolalarni turg'izib, toza tarab kiyintirib, maktabga jo'natish kerak. Yo'q, yanachi bizani hurmat qiladigan kelin kerak. O'shaqa kelin qilgan ketyapmiz, o'rgiling. Voy oyijon, to'g'ri aytasiz. Xuddi shunaqa kelin kerak. Mana sizlar bilan boraman. Qattiq ketmasiz. Sovchilikka siz bilan. Siz joylarmi? Sizni eringizga emas, sovchilikka bormoqchi. Manikiga? Ha? Hazırlash. Bitta dunduqqa sizni almashganingiz yetadi. Xo'pmi? Faqatchi siz menimcha vaqtida aytganimni qiling. Bir nima degandachi 10 ta gap qaytarmasa aytganim siz bo'ldi. Xo'pmi? O'zim o'rnisizlar. Xo'p bo'ladi oyijon. Dunduqqa hech kimga almashmaysiz. O'zim o'rning. Voy, xudoga shukr. Voy, dunduq kimmi? Voy, anu ovsini metdilar-yu. Voy, baribir meni unga alishmaydilar. Oyjon, sana baribir o'rtog'ingiz telefon qilyaptilar, nima dey? Yo'q deyman, yo'qman. Yo'q deyman, yo'q. Yo'q. Ha. Sana baribir yaxshimisiz? Ha, ketuvdilar, uyda yo'q edilar. Ha. Xo'p, mayli, yaxshi o'tiringlar. Xo'p. Nimaga olmadingiz, Oyjon? Nimaga? Ha, Dubaydan kelgan. Ertaga maqtanada qo'llarida ham yo'q tillasini, oltinlarini, brilliantlarini, ammo men buni o'tirib siqib o'tiraman, uni gapini eshitib siqib o'tiraman, o'sha yutib oldim o'zimni. Kerak emas. Oyjon, kechayotgan Shohida bilan telefon qiluvdilar. Yo'q, ularga ham davringiz oshib ketadimi gaplashsangiz? Ha, Shohida bezmi? Shohida bez bo'lsa, qilib unga telefon bilan gaplashaman. Sabab uni eri 2 hafta bo'lgan bankrotga tushganiga. Qizi 1 oy bo'ldi qaytib kelganiga uyga. O'g'li ham boshasini urmagan. Ana o'sha bilan gaplashsam bo'ladi. Hay, shundoq qanaqalardan chiqaman deb energiyamdan chiqaman. Tez telefon qilib bering menga. Ha, Shohidaxon, yaxshimisan? Tuzukmisan? Ha, tinchmi uying? Ha, o'g'ling nima ish qilyapti? Ha, eringchi? Yo'q, qizing qaytdi. Ish qilib mana Oyjon yaxshi qilmasam bo'ldi. Mana ba'zi bir chiqadigan kontentlarimga ba'zi bir qaynalar yelkada turolmaydigan kommentariy yozishadi. Men xafa bo'lmayman. O'ynaman deyasizlarga. Yo'q, men sizlarga o'ynamasman. Hamma hayotini o'zi quradi. Endi qaranglar. Men shunda telefonni qo'yaman, borimni gapiraman. Sabab ushta qudaylik bo'lib, men ancha tajriba orttirganman. Men o'zimni katta qaynalariga gap o'rgatmayman, nasihat ham qilmayman, maslahat ham bermayman. Bo'lajak qaynalariga, endi bo'lgan qaynalariga shularga maslahat, nasihat beraman. Ular ham keragini oladi, kerak emasini chiqarib oladi. Ha, bor hozir Instagramda yoshi ham chiqyapti. Bundalar yoshi ham chiqyapti. Yosh qizchalar ham chiqyapti blogerlar. Qaynanani olib borib kelyapti. Go'rsoqda ham deyapti, orqasida sansada ham tashyapti. Bashasini qiyshitib, ensasini qotib ham gapiryapti. Men o'zimdan katta qaynalarga emas, endi bo'lajak qaynalarga nasihat, maslahat beraman. Ana o'shalar keragini oladi, kerak emasini chiqarib tashlaydi. O'shaning uchun kommentariy yozayotganda o'ylab yozinglar. Men xafa bo'lmayman, lekin negativlarni ana o'sha, ana kichkina qizchalar bor, go'rsoqda deydigan. Ana o'shanaqa yozsanglar, arzingizlar, xo'pmi?